bundan 100 yillar oldin Makkani atroflarida, sahrolarda qiyinchilik hayotlari bo'lar ekan, atrofda. Badaviylarning hayoti. O'sha payt Makka, Madina, umuman Saudiya degan mamlakat bo'lmay, ular Turkiyani xulosida edi-yu, baribir hokimlar hammasi arablarning o'zlari. Makkani amiri, hokimi hozirgi Iordaniyani podshosi bor. Husayn ana shuni buva kaloni Makkani hokimi bo'lgan o'sha paytda. O'sha Malik Husaynni, Kalol Husaynni buvasi kiyik ovlashga, Makka atroflarida kiyik ko'p bo'lar ekan, toqqa kiyik ovlashga chiqib adashib qolib, bir kambag'ali bo'lgan bir badaviyning uyiga kelib qoldik, kulbasiga. O'zidan boshqa hech kim, o'zi, ikkita bolasi, ayoli, ikkita bolasi turar ekan. Bu bo'lgan voqea. Ana o'sha odamning uyiga mehmon bo'lib kelib, ahvolingiz qalay desa, alhamdulillah, ahvolim juda yaxshi, bola chaqam bilan yashayapmiz. Nonam yo'q, hech nima yo'q, bitta sog'in echkisi bor ekan. Shu echkisini suti bilan yashashadi. Bundan ortiq bo'ladimi ne'mat? Yetkizganiga shukr, Allohga hamd sanolar bo'lsin. Endi meni uyimga bir yaqin 10 yil ichida mehmon kelmagan edim. O'sha sutini ichadigan echkisini so'yib ovqatni berdi. Yani tavakkal alalloh. Kim hokim o'zini bildirmabdi hokimligini. Bu sharoitini tushunib hijolat bo'lib bekor echkini so'yibsanda, meni echki emas, Alloh boqadi. Buni sababi Allah mehmonni hurmat qilgin degan. Qiyomat qoyimga ishonsang degan. Men mehmonni oldiga bir go'sht qo'ya olmasam, bo'pti. Yo buni so'ysam, ochdan o'laman desam, Allohga ishonchim sharaf bo'ladi. Siz mehmon bo'ldingiz, haqqa duo qiling. Siz bitta keyin endi mana echkingizni so'ydingiz, sutdan ham ayırdingiz, bir Makkaga boring, mana shuni o'zining otini yozib, hokim mana shuni qaysi bir shurtiga, ya'ni politsiyaga ko'rsatsangiz, meni topiladi. Men kutaman sizni Makkada. Ki yo'lni ko'rsatib olibdi, o'sha Makkaga keldi. Bu 3-4 kundan keyin qarasa ahvoli tangroq, endi borib bir ish so'rayman. Mukofot so'rayman demagan bu odam. Biroq ish topsa, ishlab bolalarni borib kelib boqarman. Kelib Masjidul Haramning oldida turgan politsiyalar, mana shu odam, men savodim yo'q, shuni o'qichi, shu odam shuni ko'rsatsa meni topyashadi desa, bu amirimiz hokimning qo'li-ku. Sen amirning mehmoni ekansan. Hozir xonai Ka'baga kirib, Masjidul Haromga kirdilar. Haramga kirsa, podsho, ey Alloh, gunohlarimni kechirgin, yurtimni tinch qilgin, rizqimni keng qilgin, xor qilma, zor qilma deb duo o'qib Allohga tazarruf qildi. Bu ham Allohdan yalinib so'rayapti, men bundan so'yman. İmanımga daxil bo'ladi, ey Alloh, meni kechirgin, o'zing yetkaz, o'zing mushtidoya, o'zing rizqimni ber, o'zing xor qil, men bandasiga yalintirma Alloh deb chiqib ketdilar. So'ramasdan hech narsa. Allohdan yordam so'rayapti bu ham. Meni ham Allohim-ku. Allohdan yordam so'ragandan bormay yordam so'rayman degan. Bir amallab yerni kovlab bir narsa separman deb
temirda bu yoqni kovlasa, tang aytib, ketmani bir narsaga tegib tursa, katta ko'za ichi to'la oltin. Bo'lgan voqea qabrini ziyoratdan kelishadi. Haligi oltinni ko'panak bosgan joylarigacha shunday sal qo'lim uchun nima qilgan, tilloligi boshqa tegmagan chang pangi bilan endali hokimni tanib olgan ko'tarib olib keldi. Men uni topib oldim deb qo'yib o'z kuchidan ketadi ochlikdan. Non suv taom berib o'ziga keltirgandan keyin menga qara, buni qaytdan o'sha san mehmon bo'lgan kapalar oldin kovlayapsan, shu xum oltin chiqdi. Bu podshoni mamlakatdagi xalqni deb olib keldi. Bu saniki bu. Olamazmi Alloh bersa. Olib ketdi. Yo kelaymasman ki, yo olib ketdi. Oborib o'shatlarni shu pulni bitta ozgina oltin bilan obod qilib, chorva ochib, qo'y, echki otlarni qilib, yana qolganini qaytarib olib bergan. Ana o'sha joyda hozir ota buvalari shunday bo'lgan nevaralar yashab, juda katta imoratlar qilib shunaqa yashayotgan ekan, boshqacha bo'lib ketishgan.